3 yolg'onda 40 yolg'on. Xalq cho'chki. Bor ekan u yo'q ekan, och ekan u to'q ekan. Tulki yasovul ekan, bo'ri hakavur ekan. G'oz kanoychi ekan, o'rdak sunoychi ekan. Qog'i qaroqchi ekan, Seg'izxon yaloqchi ekan. Paqa postakchi ekan, yilon tugmanchi ekan. Ana shu zamonda bir podshoh bo'lgan ekan. U podshohning oydisi oy emas, kundisi kun emas, nihoyat chiroyli bir qizi bor ekan. Qiz buyug'i yetganda atrofdagi podshohlarning shahzodalari bas bilan qizga elchi avatishibdi. Podshoh unisimi qiz zotili unimabdi. Bir kuni podshoh qizning oldiga enik onasini kirgizib, qizini yo'qliq bo'lishga ko'ndirmoqchi bo'libdi. Enik ona podshohning aytgani bo'yicha rohat parogatdan zabuzinnatdan nag'manavodim, toju taxtdan so'z ochgan ekan qiz. Men hayvondan farqlanaman, mol boylikdan ustunman. Kimki shartimni ado qilsa shuning guliman debdi. Enik ona qizning so'ziga ajablanib, "Xayr, nimaligini bo'lsa qani bir anglab boqay" deb o'ylabdi. Ondan, "Xo'sh, shartingni so'zla qizim. Men bir uqay, munosib kelsa butun odamga jakar qilay" debdi. Yolg'onda 40 yolg'onni ayta olgan yigitga yo'qliqqinsam roziman. Ammo rostni yolg'on desa o'limga buyuriladi. Mening shartim shu debdi qiz. Podshoh enik onadan bu gapni anglab vezir donishmanlarni chaqirib, ularga barliq shahzodalarning elchilariga qizning shu shartini aytibdi va kimki rostni yolg'on desa, beshi enin dog'lig'ini jakarlab qo'yishni buyuribdi. Uzoq o'tmay bu gapni anglagan podshohlikning shahzodalari, cho'ng kichik ko'rtning bagzodalari va har qaysi xonliqlarning xonzodalari kelishga boshlabdi. Lekin ba'zilari bu shartni ado qilishga kuchi yetmay qizning mehridan kichibdi. Ba'zilari bo'lsa qizning o't piroqida shartni ado qila olmay boshlarini o'limga tutib beribdi. Podshoh oxiri enik ana orqali qizga bu shartni ado qildigan biror aqlli shahzoda, xonzoda va bagzodani yo'qligini aytibdi. Qizini aqlsizlikda ayblabdi. Lekin qiz buningga zodili ko'nmabdi. Qiz ishonch bilan buni ayta oladigan kishi chiqadi. Otam sabr qilsin, agar chiqmasa mayli debdi. Shu tariqada kunlarning keynidan kunlar o'tibdi, oylarning keynidan oylar o'tibdi. Qizning shartini ni shahzodalar, xonzodalar va bagzodalarning ado qila olmaganligi cho'chak bo'lib, egizdan egizga kuchib taraf-tarafga tarqalibdi. Endi gapni mushu podshohning shahriga qarashliq Yiroq yezidagi bir kambag'al mo'mayning o'g'lidan anglaydi. Yiroq bir yezida nihoyat kambag'al bir mo'may yashaydi ekan, uning yolg'iz bir o'g'li bor ekan. Ona bola ikkisi attigandan kechchilik kishilarning ishigida ishlab kunni oron o'tkazadi ekan. Yigit shuncha chaqqon bo'lsa-mu boylar uni zonliq qilib, o'z ismini atamay Gal deb ataydi ekan. Kunlarning birida Gal bu xabarni anglab, onasining oldiga kirib ijozat so'rabdi. Mo'may o'g'liningmi qizining shartini o'rinlay olmay jon bir yerdan ansirab javob bermabdi. Gal onasining bu andishini sezgandan keyin onasiga tasalli berib, "Xotirjam bo'l, ana. Qizning shartini o'rinlamoq oson" deb o'zining rostlagan so'zlarini bir-birlab deb beribdi. Onasi ilojisiz o'g'lining omonligini tilab ma'qul bo'pti. Gal podshohning ordisiga qarab yo'l oldi. Az mingdimi, ko'p mingdimi bunisi noma'lum. Ish qilib bir kuni podshoh ordisining oldiga kelibdi. Yasovullar bu yigitni ko'rib oldini tutibdi. "Sen goday bu yerda nima qilib yuriysan?" Gal ularning gumonlarini sezibdi-da mundoq debdi. "Men o'g'rimi emas, qaroqchimi emas, lekin bir boyning sodiq quli. Men shu boyning podshohdan yushirib tiqib qo'ygan burdoq qo'ylari to'g'risida xabar berishga keldim. Lekin qo'ylarning sonini podshohning o'ziga aytaman" debdi. Yasovullar shaqqa xabar yetkazgandan keyin ochko'z podshoh xushalligidan Galni chaqiribdi. "Qani qo'ylar haqida chaqqanroq so'zligin" debdi. Gal hech bir huduqmasdan yeniklik bilan, "Men avval sizga rastlagan so'zlarimni aytay, qizdirimi kelib anglasin. Sizlar buning bilan qo'ylarning nadiligini bilinglar. Sizlar bilmasizlar qizdir tushunadi" debdi. Podshoh qizni chaqirishga majbur bo'libdi. Gal yolg'onni boshlabdi. Birinchi yolg'on. "Ulug' shohim, mening ismim Gal. O'zim bir kambag'al, otamdan yolg'iz qolgan yetimman. Lekin men nihoyat uzun umr surib, ula oxir oku bo'lib ishimiz qoldik. Men buningga hayronman. Lekin ajablanmayman. Biz ish bo'lgandan keyin oramizda do'stlik, birodarlik paydo bo'ldi. Biroq bir-birimizning kimligini bilmaydik, ham tanishmaydik. Shu chog'da ushimizga qarasak kiygan kiyimlarimizning go'zalligiga aqlimiz hayron qoldi. Birsimizning yoqsi yo'q, birsimizning itiki yo'q. Ya'ni birsimizning qo'li yo'q. Biz shundoq qilib
ikki amo zulmatda ushurishar degandek bir cho'ldagi soyda bir-birimiz bilan mungdashsaqmi anglamasdin. Bilmangsaqmi ko'rmasdin. Yo'lda yurmay, chatga chiqmay, o'ttirdi mingib ketaverdik. Xeyr yo'l mangandan keyin yo'l ustida 3 tanga uchrab qoldi. Ko'zimizni yumib qarasak, birining tamg'isi yo'q, birining rangi yo'q, yana birining eg'irligi yo'q ekan. Bu 3 tangani mushtlashsaqmi arz qilishmay, tang bo'lmasimi yaxshi yomonni surishtirmay, adolatlik bilan bo'lishib oldik. Yana minib verdik. Yo'l mansaqmi midirlamay, suv yo'q, kuli bor bir sayga tushdik. Söz mush yerga kelganda podshoh shundoq darg'azabga keptiki, so'z qilolmay hushidan ketibdi. Bir hazodin keyin hushiga kelib, galni midirlatmay beshini erishni buyuribdi. Gal nihoyat mardonalik bilan tik turib meyig'ini ko'ribdi. Ulug' shohim, men aytay sizlar anglasizlar. Kallam chipilmas, so'zim to'xtamas. So'zida turmagan odam bo'lmas. Hozircha ixtiyorni qizdirga bersizlar. Qizdiri buyruq qilsin debdi. Taxtning orqasida o'ltirib galning aytgan hamma so'zlarini anglab, so'zlayotgan yigitning eti gal bo'lsa-mu so'zi bor ekan degan xayol bilan uning so'zini zo'q bilan anglab o'ltirgan Malika taxtning oldiga chiqib, kishi jononidan jonni ayarmi, kuring parvonalari o'tdan yonarmi? Kishining qilgan ishi to'g'ri bo'lsa qo'rqishning o'rni bormi? Aqlli kishilar boshqalarning so'zini oxirigacha sabr toqat bilan anglay oladi. Qani anglab boqayli deb yigitga ishorat qildi. Podshoh nima deyishni bilolmay qopdi. Padişahның atrafida o'ltirgan orda donishmandlari, vazirlari bosh egishib, malikaga ta'zim qilib o'ltirishibdi. Gal yana so'z boshlabdi. Suyuq ko'l bor bir sayga tushdi. Suyuq ko'lda ish biliq o'ynoqlab yuribdi. Bu biliqlarning ikkisi o'lik, birisining jini yo'q ekan. Biz halqi biliqlarni elib, itiki yo'qning itikiga silib, soydan chiqib yo'lga tushdik. Yo'lda mangmay, yo'ldan chiqmay ketaverdik. Qarasak oldimizda 3 uy ko'rindi. Biz shu uylarga keldik. 2 uyning temi yo'q, birining o'rni yo'q. Biz o'rni yo'q uyga kirsak, 3 qozon turibdi. Qozonlarning ikkisi tuyushib, birining tuyi yo'q. Itiki yo'q akam itikidagi jani yo'q biliqni elib, tuyi yo'q qozonga soldi. Biz uni pishirmoqchi bo'lishdik. Qarasak o'tin yo'q. Shuning uchun o't yoqmay, o'tinni aymay qolaversak, qozon qaynamay go'shi pishib, so'ngiga miliq bo'lib ketibdi. Yab baqsak, issiqmi o'tmabdi. Nima bo'lsa bo'lsin deb ishimiz raso yedik. Yegandimi bir-birimizni taklif qilishmasdan yevadik. Biroq yegan go'sht qursiqimizning bir burjikiga kelmabdi. O'ylasak qursiqimiz raso tuyib ketibdi. Ketmoqchi bo'ldik. Uydan chiqayli dedik. Eshikdan patladik. Amalning yo'qligidan, ilojning to'laligidan tam tuyishkidan chiqib ketdik. Yani yo'l yurdik, yo'l yurgandimi bo'l yurdik. Yuraverib bir etizga chiqib qoldik. Qarasak unmagan chig' tuvida turalmagan tushqan yetibdi. Shexi yo'q daraxtdan putamagan chumoqni elib heliqi tushqanni raso bir uruvdik. Tushqan jim yetib, yugurgan peti ko'lamagan urug'i tushib jon baldi. Tushqanga pichoq salmay qo'l tekkizmay so'ysak, chiqdi 10 patman go'shi, 20 patman chavosi. 6 oydan biri yavatimiz, henimi bor tang yartisi. Shuningdan buyon biz och qilib akam mandini xafa bo'lib, o'zi bilgan yerga ketdi. 20 patman chavo yog' menga qoldi. Bu yog'ning hammasida churuqimni yog'ladim. Yog' churuqimning biriga yetmadi. Xayr, shundoq bo'ldi. Herib tikanman uxlabassam, bir chog'da jon zilzilga kelib, g'ovg'o kutilib ketdi. Uyg'onsam churuqlarim sangi yog' tegdi, menga yo'q deb galashlashib, mushlashib, qapoqlarini yerishibdi. Sizimga ko'nmadi, maslahatga kirmadi. İloj yo'q, oxiri churuqlarimning ikki quliqidan tutib, har birini 3 shapaloqdan urib, jim turish, endi urush deb yana uyquga ketdim. Bir vaqtda uyg'onib qarasam, yog'langan churuqim g'o'li yo'q chapidimni soldirib olib, o'zi yepinib razo uxlab etibdi. Yog' tegmagini xafa bo'lib ketib ketibdi. Yog'lagan churuqimni uyg'otib, bir kaslanchikni harviga qetib yo'lga ravon bo'ldik. Churuqim harvini haydadi, men yo'l ko'rsatdim. Shundoq qilib, ming bir mushaqqatda uyga asalda yetib keldim. Men uydan chiqish vaqtida uyda bir mo'may, bir xo'roz bor edi. Qaytib kelsam uy yo'q, uy bo'lsa-mu o'rni yo'q. Temi bo'lsa-mu leyi yo'q. Atrofga qarasam hech nima yo'q. Menga bu toza tatqiq bo'ldi. Endi uyni, mo'mayni, xo'rozni nerdan topay podshohim? Arzimni bayon qilay deb huzurlarga keldim. Deb gal inkini silab xotirjam turibdi. Podshoh gal aytayotgan hikoyaning ma'nosiga yetolmay, atrofdagi vazir donishmandlarga qarabdi. Donishmandlardan birisi podshohga: "Galning aytganlarining hammasi yolg'on. Yolg'on aytgan kishi shoh xanjirining o'ziqidir" debdi. Qiz bu so'zga qoyib,
Hürmetlik ata, galg'u ruxsat qilsangiz, hikoyasining oxirini yana esa, debdi. Padişah javob bergicha gal taqsir deb